narsa ochuvchasiga bekitiladigan narsa ham yo'q. Okalar, boshlang'ich to'lovsiz Damas avtomobillar Hodiya avtoda mavjud. Juda ham ko'pchilik so'ragan deydi, Hodiya bitta Damas qilib ber. Boshlang'ich to'lovsiz tirikchilik qilaman deb. Ha, to'g'ri aka, mashinani xarid qilasiz, Damas avtomobilini tirikchilik qilasiz. Siz buni pantavasi qilib ko'chada qizlarni aylantirgan olmaysizlar. Bilamanki, har bir Damas avtomobil oluvchilari buni oila uchun ishlatiladi. Xullas, okalar, boshlang'ich to'lovsiz Damas avtomobillari 2021-yildan tortib 2024-yilgacha ham har biriga gaz ballonlarigacha ham sinfga qilib qo'yilgan. Yangi akkumulyatorlargacha ham qo'yilgan. Chexol, polik hamma narsalar qilib qo'yilgan. Nobodo kelganingizda qatlaridir yoqmay qolsa, aytaylik, poliki yo'q ekan, Hodiya bitta polik qilib bergan desangiz yoki chexol yo'q ekan, Hodiya chexol qilib bergan desangiz, Hodiya avtodan sizga hadya sifatida beriladi. Aksiya bonus unaqa deb o'tirmayman. Aka, bu mashinalaringiz bozorda ko'rgan yoki qaysidir avtokreditda ko'rgan, bo'linib ketgan, urinib ketgan, uni taxlab tashlashyapti-yu, qatorasiga qilib unaqa avtomobillar emas. Eng sifatlilari, ishonchli va hamyonbop avtomobillar Hodiya avtoda. Hodiya avtoda ishonchingiz uchun harakat qilyapti. Boshqa batafsil ma'lumotlar Telegram kanalda. Past nomerni qoldiraman, telefon qiling, mana batafsil ma'lumotlarga ham ega bo'linglar. Hodiya avtoda ishonchingiz uchun harakat qilyapti. Like bilan podpiska uchun kattaga rahmat.